Saidmurod Davlatov. Boy va kambag'al odamlarning fikrlash strategiyasi. Birinchi farq. Pulga xo'jayinlik qilish kerak, unga xizmat qilish kerak emas. Seneka. Boy odamlar to'kinlikni o'ylashadi, kambag'al odamlar esa yetishmovchilikni o'ylashadi. Biz odamlar bir-biridan fikrlashi bilan farq qiladi dedik. Boy odamlar to'kinlikni o'ylashadi, kambag'al odamlar esa yo'qchilikni o'ylashadi. Yo'qchilikni o'ylash qanday bo'ladi? Ular kun bo'yi oyligi nimagadir yetmasligini o'ylashlari mumkin. Masalan, odam topgan pulni kommunal xizmatlarga, transportga, ovqatga, kiyimga va shunga o'xshagan narsalarga ishlatadi. Bunday odam shunday o'ylaydi: kommunal xizmatlar pulini to'ladim, ovqat oldim, endi bolalarni o'qitishga, uyni ta'mirlashga pul topsam bo'ldi, deydi. U doim muammolarni o'ylab yuradi. Bittasini hal qilsa, keyingisiga o'tadi. Boshqa muammosi esa hal bo'lmasdan qolaveradi. Shunday fikrlaganda u yetishmovchilikni o'ylayotgan bo'ladi. Butun xayoli oldin kiyimga, keyin bolalarni o'qitishga, so'ng uyni ta'mirlashga pul topish kerakligida bo'ladi. Ya'ni keyingi oy daromadi ko'paysa ham pul yetmaydi. Ko'proq topsa, ko'proq topgani ham kamlik qiladi. Sababi pul topishning o'zi igna bilan quduq qaziganga o'xshaydi. Natijaga erishish qiyin. Pul sarflashni esa sahrodagi qumga suv qo'yishga o'xshatsa bo'ladi. Suv tez qumga singib ketadi. Keling, bir o'ylab ko'raylik. Oldin $200 atrofida pul topib, shunga yashagansiz. Keyin $300 topadigan bo'ldingiz, lekin topganingiz baribir kamlik qildi. $500 topsangiz ham topganingizning hammasi kundalik xarajatlarga ketib qolaveradi. Sababi muammo pulda emas, muammo sizning fikrlashingizda. Qancha harakat qilsangiz ham hayot pulingiz kamlik qiladigan vaziyatlarni paydo qilaveradi. 5000 so'm topadigan odam lotereyaga $10,000 yutdi deb tasavvur qilaylik. Bu pul unga juda ko'pdek, hamma narsaga yetadigandek ko'rinadi. Lekin qandaydir vaqt o'tgandan keyin u odam pulini zarur deb o'ylagan narsalarga sarflab qo'yadi. Puli tugaydi. Asosiy muammo pul yetishmasligi muammosi esa qolaveradi. Bu odam qancha topsa ham topgani yetmaydi. Hayotda shunday bo'ladi. Bitta muammoni hal qilsangiz, ikkinchisi chiqib turadi. Ikkinchi muammoni hal qilishga pul topsangiz, boshqa bir muammo chiqadi. Sababi butun diqqatingiz pul yetishmasligi muammosida bo'lib qolgan. Kim butun diqqatini nimaga bersa, o'sha narsa ko'payaveradi. Agar butun diqqatini muammolarga bersa, muammolari ko'payadi. Agar butun diqqatini kasaliga bersa, kasali kuchayadi. Agar butun diqqatini sevgiga bersa, muhabbat oshadi. Agar butun diqqatini daromadni ko'paytirishga bersa, daromadi ko'payadi. Lekin agar butun diqqatini xarajatda bo'lsa, xarajati ko'payadi. Yuqoridagi misolimizdagi odamning butun diqqati ham pul yetishmasligida bo'lib qolgan. O'zining nazarida muammoni hal qilishga harakat qilayotgani bilan aslida muammolar faqat ko'payaveradi. Inson hamma narsada kamchilik topadi. Ayol kishi erim yaxshi odam, lekin sal chiroyliroq bo'lsa yaxshiroq bo'lardi, deydi. Erkak kishi xotinim yaxshi ayol, lekin sal qobilroq bo'lsa yaxshiroq bo'lardi, deydi. Kimgadir uyining kichkinaligi yoqmaydi. Yo'qchilik tomonidan fikrlashning tomonlari ko'p. Hamma narsadan norozi bo'laverish ham shunday fikrlashning bitta xili. Bundan qutulish kerak. Shunday vaqtlarda fikrimizni bitta dastur o'rnatilgan kompyuterga o'xshatsa bo'ladi. Shu dasturni ishlataveramiz. Kamchiligidan noliymiz, lekin dasturni almashtirishga harakat qilmaymiz. Shunday o'ylaganda kambag'al odamlar beixtiyor kambag'al bo'lib qolaverishganini tanlagan bo'lishadi. Bitta oddiy misol. Qorong'i tushib, hech narsa ko'rinmaydigan joyga borib qoldingiz, deylik. Shunda qorong'i bilan olishmaysiz-ku. Qorong'ini quvishga harakat qilmaysiz-ku. Buning o'rniga chiroq topishga harakat qilasiz. Bu o'rinda ham shunday qilish kerak. Yo'qchilik bilan olishmang.
Qarzni, xarajatlarni o'ylayvermang. Fikringizni faqat daromadga qarating. Shu narsa qorong'uni yengadigan chiroq bo'ladi. Konfutsiy butun umr qorong'uni qarg'ab o'tgandan ko'ra, kichkina bo'lsa ham sham yoqqan yaxshi degan. Shu oddiy narsani tushunib olsangiz, kelajagingiz ham o'zgaradi. Boy odamlarning ham xarajatlari bor. Ular ham pul sarflashadi. Lekin ular to'kinlik tomonidan o'ylashadi. Bu dunyoda hamma narsa fikrdan boshlanadi. Boylik, kambag'allik, sog'lik, kasallik, baxt, baxtsizlik, janjal, uyg'unlik hammasi oldin odamning boshida paydo bo'ladi. Agar odam doim do'stlarining kamchiligini o'ylaydigan bo'lsa, do'stlarsiz qoladi. Agar xotinning fikri doim erining kamchiligida bo'lsa, uyda janjal chiqaveradi. Er-xotin ajralib ketishlari ham mumkin. Omadsizlik bilan omad ham fikrdan boshlanadi. Oldin o'ylab, keyin ishlash kerak. Biz esa ko'pincha shuning teskarisini qilamiz. Ko'p ishlaymiz, lekin ko'p o'ylamaymiz. Chunki bizlarni kamroq o'yla, ko'proq ishla deb tarbiya qilishgan. Bu juda noto'g'ri fikr. Odam to'xtamasdan ko'p ishlagani bilan muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Sababi ikki xil odam bo'ladi. Bir xil odamlar qo'li bilan ishlab, boshi bilan pul sanaydi. Uni olish kerak, o'qishning pulini to'lash kerak, uyni ta'mirlash kerak va hokazo. Boshqalar esa boshi bilan ishlab, qo'li bilan pul sanashadi. Masalan, dunyodagi eng boy odam Bill Gates yaqinda bitta xonaga sig'adigan kompyuterlar kichrayib, hamma odamning uyida kompyuter bo'ladi degan fikrdan boshlagan. Shunda hammaga dasturiy ta'minot kerak bo'ladi deb o'ylagan. Bu kompyuterlar uning fikriga ishonishmagan. Hozir esa Microsoft dasturi qo'yilgan kompyuterlarni dunyoning hamma joyida, har bitta uyda, har bitta ishxonada ko'rasiz. Usiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bill Gates esa dunyoning eng boy odamiga aylandi. To'kinlikni o'ylash deganda nimani tushunish kerak? Uyda yegulik yetarli bo'ladi. Odamning uyi bo'ladi. Ba'zan esa uyi oilasiga keragidan ham kattaroq bo'ladi. Kiyimi ko'p bo'lganidan ba'zilarini hatto oylab yoki yillab ham kiymaydi. Ko'p odamlarning mulki hayot uchun keragidan ortiqcha bo'ladi. Shu narsani to'kinlik deymiz. Xudo yer yuzida, yer ostida va havoda tabiiy boyliklarni to'kin qilib yaratib qo'ygan. Biz ertaga ham havo yetsin deb kamroq nafas olishga harakat qilmaymiz-ku. Biz havo ko'pligini bilamiz va qancha kerak bo'lsa, shuncha nafas olamiz. Ustozim bilan birinchi marta uchrashganimda u menga muhim bir saboq berdi. Asosiysi, pul hech qachon tamom bo'lmasligini tushunib ol, dedi. O'shanda ustozimning gapini tushunmadim. Shuning uchun yana bir marta so'radim. U bitta haqiqatni tushunib ol. Pul hech qachon tamom bo'lmaydi. Shuni anglagin va shunday yasha dedi. O'shanda ustozimning gapini eshitayotib, o'zini gapirayotgan bo'lsa kerak. Mening pulim esa tez tamom bo'lib qoladi. Muammolarim esa hech qayerga ketmaydi deb o'yladim. Keyinroq esa shu haqiqatni tushunmaganimni bildim. Lekin agar muvaffaqiyatli odam bo'lishni xohlasangiz, siz ham bitta narsani tushunib oling. Pul bizdan oldin ham bo'lgan, bizdan keyin ham bo'ladi. Pul hech qachon tugamaydi. Dunyoda pul ko'p, faqat nimagadir pul boshqa odamlarning qo'lida bo'ladi. Shunday qilish kerakki, pul sizning ham qo'lingizga kelsin. Bitta narsani tushunib oling. Biz yashayotgan uy, biz egalik qiladigan mulk aslida bizniki emas. Biz ularni faqat vaqtincha ishlatishimiz mumkin. Shu narsani tushunish bizni boy qiladi. Boy odamlarning diqqati daromadda bo'ladi. Xarajatlari esa o'z-o'zidan to'lanib ketaveradi. Ularning xayoli biznesini kengaytirishda, daromadini ko'paytirishda, yangi, istiqbolli fikrlarni topishda bo'ladi. Ularning butun fikri shu bilan band. Qolgan narsalar esa o'z-o'zidan bo'lib ketaveradi. Qolgan narsalarni ortiqcha o'ylash ham shart emas. Men kommunal xizmatga, uyini ta'mirlashga,
yegulikka va boshqa narsalarga qancha pul ketishini bilmaydigan boy odamlarni taniyman. Ular men bu narsalarga pul ajrataman, pul to'lash bilan boshqa odamlar shug'ullanishadi deyishadi. Demak, birinchi farqi, kambag'al odamlar yetishmovchilikni o'ylashadi, boy odamlar esa to'kinlikni o'ylashadi. Agar daromadingizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, boy odamlarga o'xshab fikr qiling. Xarajatlaringiz o'z-o'zidan to'lanib ketadi. Fikringizni, rejangizni bajarishga, orzuyingizga yetishishga jamlang. Trening qatnashchisining voqeasi. Olmagul Yerijepova 1960-yili tug'ilgan. Olmaota shahrida yashaydi. 2 bolasi, qizi bilan o'g'li bor. 2000-yildan beri tarmoq biznesi bilan shug'ullanaman. O'zim mustaqil o'qidim. Xalqaro seminarlarga bordim. Amerikalik notiq Dag Witt dars bergan Moskvadagi seminarga bordim. 2003-yili Kiyevga borib birinchi o'rinda turadigan moliyachi Bodo Sheferdan dars oldik. 2005-yili Olmaotaga biznesdan dars beradigan o'qituvchi Jim Ron keldi. Men uning darslarini eshitdim, lekin hayotda buni qanday ishlatish mumkinligini tushunmadim. Lekin 2011-yili omadim kelib, Saidmurod Davlatovning seminariga bordim. Shundagina nima qilish kerakligini tushundim. 2011-yili o'g'lim bir qiz bilan tanishib, unga uylanmoqchi ekanini aytdi. O'shanda uyimizda pul yo'q edi. Sababi erim 3 yildan beri kasal yotgandi. Hamma pulimiz uni davolashga ketardi. Men o'tirib, nima qilish kerakligi rejasini tuzdim. Qarindoshlarimga o'g'lim uylanayotganini aytdim. O'shanda doim yo'qchilikni o'ylayvermaslik kerakligini tushundim. Fikrimni daromad olishga qaratdim. Har haftaga reja tuzardim. Kam vaqtda yetadigan maqsad qo'yardim. So'ng harakat qilishga kirishardim. Shunda hamma tomondan menga pul kela boshladi. O'zim ham ishlab pul topardim. Lekin men o'ylamagan tanishlarim ham menga pul bera boshlashdi. Hamma qo'ldan kelgancha yordam berdi. To'yni o'tkazdik. To'y xarajatidan ortadigan miqdorda pul ham yig'dik. 3 oyda $25,000 pul oldim. Duolarimni ijobat qilgani uchun Xudoga shukr aytaman. 2 yildan beri Huawei kompaniyasida ishlayman. Shu yerda sog'lig'imni tikladim. Atrofimdagi odamlarga yordam berdim. Xulosa. Faqat qiyinchilikni, pul yetishmasligini o'ylamang. Foydasi yo'q. Ortiqcha bezovta bo'lganingiz qoladi. Qiyinchiliklaringiz esa yana ham ko'payishi mumkin. Undan ko'ra daromadingizni, yangi imkoniyatlarni, maqsadingizni, orzungizni o'ylang. Shu narsa pul topishingizga imkoniyat ochadi. Yo'lingizdagi qiyinchiliklarni olib tashlaydi. Odam unga qancha pul kerakligini, pulni nimaga ishlatmoqchiligini va pul qachon kerakligini aniq bilsa, u shu pulni topadigan magnitga aylanadi. Miya shu fikrni moddiy narsaga aylantiradi. Bu narsa shu fikr sizga qanchalik ishtiyoq berishiga yoki qanchalik zarurligiga bog'liq bo'ladi. Bunga balki 1 soat, 3 kun, balki 3 oy ketar. Insonning qobiliyati Xudo bergan tuhfaga aylanadi. U sizga qancha kerak bo'lsa shuncha pulni bor qiladi. Siz faqat aniq topshiriq berib, tuyg'ungiz nima deyishga quloq solib turishingiz kerak. Harakat qiling, kutib turmang. Shunda o'ylaganingizni olasiz. Bu xuddi telefon qilish uchun telefon raqamini aniq bilishga o'xshaydi. Taxminan bilish yoki urinib ko'rishning foydasi yo'q. Jon Rokfeller. Jon Rokfeller unchalik boy bo'lmagan oilada tug'ilgan. Otasi bolalarning tarbiyasini ko'p o'ylamagan. Lekin onasi Eliza Baptist cherkoviga boradigan xudojo'y ayol bo'lgan. Bolaligidan o'g'liga Xudoga ishonish kerakligini, mehnatkashlikni o'rgatgan. 16 yoshda Jon ko'chmas mulk va dengizda yuk tashish bilan shug'ullanadigan kompaniyada ish boshlagan. Shu kompaniyada kuniga 60 sent topadigan hisobchi lavozimigacha ko'tarilgan. Birinchi va oxirgi marta ishga kirgani shu bo'lgan. Keyin boshqalarning qo'lida ishlamagan.
Keyinroq ulgurji savdo qiladigan kichikroq biznes ochgan. Biznes kam bo'lsa ham daromad berib turgan. Uni boylikka olib boradigan yo'l shundan boshlangan. U har bitta insonning boy bo'lishga imkoniyati borligiga, xohishi bo'lsa muvaffaqiyatga erishishi mumkinligiga, orzuga yetishishiga, to'kin yashashi mumkinligiga ishonardi va shuni tushunardi. Biznesda tajriba olganidan so'ng o'zini boy qiladigan yo'lni topib, qat'iyat bilan harakat qilishga kirishgan. 31 yoshda u Standard Oil neft kompaniyasini tuzdi. Sekin-sekin uning tashkilotchilik qobiliyati, temir irodasi sababli tashkilot o'zining sohasida dunyodagi eng katta kompaniyaga aylandi. Jon Rokfeller Amerikaning birinchi milliarderi bo'ldi. Uning kompaniyasi esa eng katta kompaniya bo'lib AQSh tarixiga kirdi. Zamondoshlari Rokfellerning pul topishga hayron qoldiradigan qobiliyati bor deyishgan. Uning o'zi esa kamtarlik qilib, menga pulni Xudo beradi degan. Lekin bolaligidan u maqsadidan qaytmaydigan mehnatkash bo'lgan. Dangasalik bilan sustlik deyarli hamma omadsizlikning sababi degan. Chaqa olib ishlagan birinchi ishidan boshlab umrining oxirigacha daromadning 10% cherkovga xayriya qilib kelgan. Bundan tashqari u xayriya bilan ham ko'p shug'ullangan. Tarixda eng katta filantroplardan biri bo'lib qolgan. Umrining oxirida xayriya ishlariga $500 million pul bergan. Jon Rokfellerning xayriya jamg'armasi hozir ham ishlaydi.